Ich ketishi boshlanganda ko'pchilik xato qiladi. Hech narsa yemay turay, o'zi o'tib ketar deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Ich ketish vaqtida to'g'ri ovqatlanish ichak mikroflorasini tiklaydi va asoratlarni oldini olish uchun juda muhimdir. Ich ketishida quyidagi ovqatlar tavsiya etiladi. Suv va suyuqliklar, iliq suv, regidratsion eritmalar, shakarsiz choylar. Suvsizlanish ich ketishda eng xavfli holat hisoblanadi. Guruchli sho'rva yoki guruch bo'tqasi. Guruch ichakni tinchlantiradi va suyuqlikni ushlab turadi. Quruq non, suxari yoki galata oson hazm bo'ladi, ichakka yuk bermaydi. Qaynatilgan kartoshka yoki sabzi ichak faoliyatini sekinlashtiradi va foydali moddalarga boyitadi. Yog'siz tovuq go'shti yoki bulyon kuchsizlangan organizm uchun yengil va foydali oqsil manbai hisoblanadi. Ich ketishi belgilari bo'lgan bemorlar sut va sut mahsulotlari, yog'li va qovurilgan ovqatlar, shirinliklar, gazli ichimliklar, achchiq va ziravorli taomlardan vaqtincha iste'mol qilmasligi kerak. Agar ich ketishi kun davomida bir necha marta va 2-3 kundan ortiq davom etsa, isitma, qusish yoki qorinda og'riq bilan kechsa, qon yoki shilliq aralash kelsa, bolalar va keksalarda kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qilish kerak. O'zingizni o'zingiz davolamang. Ich ketishi, ichak infeksiyasi, ferment yetishmovchiligi va boshqa jiddiy muammo belgilari bo'lishi mumkin. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.